Assalomu alaykum hammaga. Mana kecha tushirmagan yukni mana bugun tushiryapti. Yuk tushirish jarayonida biz. Katta keng joy ekan. Hindistonda olib kelib turaman yuk tushirgan. Yaxshi ishxona. Faqat vaqtida tushiradi ekan, shunisi bor ekan. Kecha kelsam, ertaga tushiramiz. Ertaga planlashtirilgan sani yukni tushirishdi-da. Borib, keyin damda olib, bugun kelib mana yukni tushiryapti. Kelishim bilan rampa berdi. Shunaqa gaplar.